Assalamu alaikum dostlar. Həmmənlərin vaxtınla xeyirlik olsun. Yuxarıda bu Qazaxstandakı Gülbahar Nasirova xanımның bu 30 may, 31 may siyasi təqibləş qurbanları haqqında xatırlaş maqaləsini oxub çıxdım. Əlbəttə bu 1937-38 illərdəki bu Stalinning Sovet hökumətinin xalq düşmənlərini tazalaş namidəki bu siyasi tazalaş hareketi yalnız bu sabık Sovet İttifakı tarihi umumen şu Sovet İttifakı'dan ayrılıp müstakil boğan her qaysı cumhuriyetlerinin tarihideki bir facialik vaka bulup kalmasından bu insaniyetin şu 20. asırdaki umumen insaniyetin umum tarihideki naiti iğir intayin dehşetlik boğan bir katımlıq siyasi takipleş, siyasi bastırış mandaqşı qıyğanda bir qırğın hareketi, genotsid hareket desek mi buludu. Bu hareket elbette Sovet İttifakı yıkılğandan keyin hem Sovet İttifakı yıkılış aldıda Gorbachev devrinde köp bu tarihi vakalar qezilip nurgun öldürülgen adamlarının beguna türmelerge taşlanğan emgek lagerlariga haydalgan Sibiriyaning gulaglarga şu kişilerin ahvalları, arxivleri turg'izilishga başlandı. Elbette Sovet İttifakı yıkılğandan keyin bolsa bu umumyüzlik halda her qaysı cumhuriyetler bunu teximi bir qadam ilgirlagan aldı, aniqlab chiqdi. Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Azerbaycan, Turkmeniston ve başka şu Türkiye qarindosh millat cumhuriyetlerde bu teximi köp aniqlandi. Elbette bu siyasi takipleş 37-38 yıldaki bu takipleş uçurağanlar yalnız bu Orta Asya'daki Türkiye qarindosh milletlerle bulup kalmasın. Şu Ruslanın üzümü şu takipleşinin intayin iğir zerbisi uçurağan. Onundan başka yani Ukrayna, Belarus ve başka milletlerime oxşaşlan bu takipleşinin kurbanı uçurağan. Şunun için 37-38 yıldaki Stalin'in bu dehşet takipleş bu hareketinde hareketinin kırgınçılığı umumen şu sabık Sovet İttifakı'daki milletlerinin hemmisiga ortak boğan bir tragediyandı. Demek bunun zerbisiga uçurulmagan, bunundan özünün adamları ölmegen, meşhur adamlardan ayrılmagan bir millet kanmagan sabık Sovet İttifakı'daki 120'den 130'gacha millet dep qaraladi elbette ilgili. Şu milletlerin hemmisi degidek özünün adamlarını, meşhur adamlarını kurban bergen. Hem de Ruslanın içinde ve başka şu Bolşevik hakimiyetini tikleyen Stalin, Lenin'le bilen birlikte Sovet hakimiyetini tiklep şu Sovet İttifakı'nın kurulup Stalin hakimiyetininki müstekemlenişinde rol oynayan mındaq qilgan chog'da kommunizmni tikligüchilar deylik yoki kommunistik bir sotsialistik tuzumni tikligüchi. Her milletning bo'lib Ruslarni asos qilgan şu milletning bütün siyasi doiralari, yetakchilarining mutlaq ko'p qismi degidek ayni vaqtda şu Stalinning şu qirg'inida o'ldirilgan. Stalin mındaq chiqqan chog'da o'zining qo'llag'uvchilari, o'zining ishonchlik deb qaralgan adamları özünün etrafına uyuşkan, özü şu hakimiyetini tikligen, şu hakimiyetini müstakemlegen ni generalları, hatta marşalları, siyasi rehberleri, siyasi nezariyatçıları, hatta alımlar ve başkalarının hemisi özünün yakın dostlarını, hatta Bukhari'nden tatıp Kamenev'ce bu isimlerini atsak teximi köp. Şularning hemmisini tutqun qilib ölüm hüküm qilganda hesapta. Bunu hem de o'ltirganlar bu icra qilganlar dastlabki vaqtda amalga oshirganlar bular Yerzhov, Nikolay Yerzhov. Onun oldida bu boshqalar uningdan keyin bu Yerzhov qilgan, uningdan keyin buni bu Beriya amalga oshirgan desam, lekin umumyüzlik oldi tarixchilar bu qirg'inning tasdiqlovchisi. Şu ölümünü, şu tutuşunu tasdiqlığı şunun yol açıkçı bevosita Stalin ekanligi bekitilgan hamda. Demek Stalinninki xalq, umumiy xalq şunun düşmaniga aylanganda. Hamda bizning Uyg'urlarning ahvolini elib aytgan chog'da
bu O'rta Osiyo Cumhuriyatlari bo'libmi Qozog'istondagi, O'zbekistondagi, Qirg'izistondagi bo'libmi Qozog'istondagi. Mushu O'zbekistondagi 1910-yillardan keyin yetishib chiqqan bizning Uyg'ur ziyolilarining mushu 30-yillarda yetishib chiqqan Uyg'ur ziyolilari, Uyg'ur olimlari, Uyg'ur universitet dotsent professorlari, san'atkorlari, hatto mushu kompozitor, drama, teatr san'ati yozuvchilari, artistlar rol olgan. Hatto bir kolxozningki shu vaqtdagi boshlig'i bo'lgan odatdagi odamlargacha shularning mutlaq ko'p qismi tutqun qilinib, mutlaq ko'p qismi o'ldirilgan. Albatta bularning beshida shu vaqtdagi mushu Sovet hokimiyatini tiklashga hassa qo'shqichi bu Yetisudagi dastlabki yerlik millat kommunistlaridan hisoblangan Abdulla Ro'ziboqiyev, Ismoil Tayrov deganlarmi shu 37-yildagi tozalashda Qirg'inda o'ldirilgan shu O'rta Osiyodagi Turkiya xalqlarining asosliq vakillarining biri hisoblandi. Shuningdek bu 37-38-yildagi qirg'inchilikning Uyg'urlarga bo'lgan ta'siri texmo hamda dahshatli bo'lgan deb aytsak bo'ladi. Albatta o'zbek, qozoq, qirg'izlarmi o'zining eng mashhur ziyolilari, olimlari, siyosiy yo'llari, ziyolilari va boshqa adib, yozuvchi, shoirlardan tortib mush tutqunda ayrildi, o'ldirildi, yo'q qilindi. Albatta ularga nisbatan soni oz bo'lgan, oz sonliq millat hisoblangan bu rayondagi Uyg'urlar uchragan dahshat texmi ig'ir. Shu vaqtida toki 37-yilgacha Toshkent mushu sobiq Sovet ittifoqida O'rta Osiyodagi Uyg'urlarning asosliq madaniyat markazi Toshkent edi. Madaniyat markazi Toshkentga markazlashgan edi. Toshkentda shu vaqtda Sharq haqiqati nomli maxsus gazet chiqadi kundalik. Bu gazetlarning hatto tiraji 5000 dan oshib ketgan edi Uyg'ur tilida chiqadigan. Bu gazetlar shu vaqtda qo'shni Sharq Turkistonga kiradi, ivatladi. Anadan Toshkentda bu Uyg'ur yozuvchilarininki guruhlari bor, nurg'un Uyg'ur ziyolilar bor. Toshkent O'rta Osiyo davlat universitetining masalan Burxon Qosimov deymiz, Abdullahi Muhammadi, bu Umar Qosimov qatorliq o'nlagan Uyg'ur dotsent hatto professorlar bor. Demak, shu 30-yillarning oxirlari kelganda O'rta Osiyodagi Turkiya xalqlar orasida Uyg'urlar soni oz bo'lishi qolmay, shu ilm jihatda, adabiyot, san'at jihatda alayda ko'zga ko'ringan bir millat darajasiga yetgan edi. Uyg'urlarning mana 34-yilda mana tunji romani Mo'min Amrayev usta olim tarafidan Toshkentda nashr qilindi, Toshkentda yozilib. Shu vaqtlarda O'rta Osiyodagi Turkiya qarindosh xalqlar ichida texi undaq 34-yillarda maxsus romanlar undaq ko'plab e'lon qilingan romanlarning soni nihoyat oz edi. Shuning ichida mana Uyg'ur yozuvchilarimi o'zining romanlarini nashr qildigan holatga kelgan edi. Hamda hatto Toshkent shu vaqtdagi O'rta Osiyo universitetining, davlat universitetining maxsus shu Sharqiy Turkistondan chiqqan 3 turkumdagi o'quvchilar uchun ochilgan qonun huquq fakultetida asosliq shu Uyg'ur o'quvchilarga 34 dan 37-yilgacha davomlashgan. Sayfiddin Aziz deymiz, Saydulloh Sayfullayev deymiz. 100 dan ortiq Uyg'ur, albatta 300 dek odam o'qishga chiqqan. Bularning ichida 150 ga yaqini Uyg'ur, qolgani boshqa millatlardi. Mushularga dars beruvchi asosliq o'qituvchilar Uyg'ur o'qituvchilarni tayinlagan edi. Ana shularning ichida Umar Qosimov, Abdullahi Muhammadi, Burxon Qosimiy qatorliq Uyg'ur professorlar O'rta Osiyo universitetining shularga dars bergan. Ammo 37-yilga kelgan chaqda mana shu kishilarning hammasini Stalin tutqun qilib, bularning hammasini Sibiriyaga haydadi, ham bularning ko'pini o'ldirdi. Masalan, Burxon Qosimov Abdullahi Muhammadilarni etib tashladi. Umar Qosimovni Sibiriyaga surgun qilindi. Umar Qosimov Ahmadjon Qosimiyning tog'isi. Ahmadjon Qosimiyni o'zi tarbiyalab o'stirgan odam. Sibiriya gulaglarida 19 yil turib, oxir 56-yilda qaytib kelgan. Toshkentda Uyg'ur yozuvchi shoirlari markazlashgan edi. Masalan, Nur Isroilov, Mo'min Amrayev, bu anadan boshqa Ezim Iskandarov deymiz, Ildirim deymiz va boshqa Abdullahi Muhammadi necha o'nlagan shoirlar, yozuvchilar Toshkentda
ijod qiladi. Bularning ichida masalan Qashqardan ko'chib chiqib, shu yerda o'qib yetilgan yozuvchilardan Turdi Hasan bo'lgan, Guliston taxallusida. U proza janrida shu vaqtda ko'z ko'ringan yozuvchi edi. Turdi Hasan, Guliston taxallusida. Mana mushularning hammasi 37-38 yilda qo'lga olinib, bularning mutlaq ko'p qismi yozuvchi shoirlarning hammasi o'ldirildi. Olmutada ijod qilayotgan bir qism yozuvchi shoirlarmi tutqun qilindi. Bo'libmi markaz Toshkent bo'lganligi uchun shu vaqtdagi Toshkentdagi Uyg'ur ziyolilari, oliy maktab o'qituvchilari, har qaysi maktablardagi yozuvchilar, shoirlar, madaniyat arboblari va boshqalar bo'lib, ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda 3700 gacha bo'lgan Uyg'ur ziyolisi mush Toshkent, O'zbekistondagi shu vaqtdagi tutqunda tutqun qilinib o'ldirilgan yoki Sibiriya gulaglariga haydalgan deyiladi. Shunda bo'lganda 37-38 yilda bu O'rta Osiyodagi Uyg'urlarning mush 1917-yillardan toki 37-yilgacha bo'lgan 20 yil ichida yetishib chiqqan olimlar qo'shuni, oliy ma'rif tarbiyasi ko'rgan ziyolilar qo'shuni, yozuvchi shoirlar qo'shuni, san'atkorlar qo'shuni hammasi degida qirib tashlangan. Albatta bularning ichida turmuqqa solinib, lagerga haydalganlarning soni texmi ko'p, odatdagi odamlarmi tutqun qilingan buning ichida. Bu bir ham Uyg'urlarning tarixidagi eng bir ichinishlik, fojialik bir Uyg'ur madaniyati, Uyg'ur milliy kimligi qirg'in qilingan bir davr. Ama şunun bilan paralel o'xshash vaqtda 1937-yilmi 10-oyda Shingsisay Xo'janiyaz Hojim qatorliqlarni qo'lga olib, 1934-yildan boshlab bu o'lkalik Xinjiang birlashma hukumat qurilib, Xo'janiyaz Hoji uning ma'mur rais bo'lib, Urumchi kelib o'rinlashgan 3 yildan keyin Shingsisay, bu Xitoy jallati Shingsisay bu burunqi qarini yoshirib qo'ygan qariniyatini pash qilib, oshkorlab, Xo'janiyaz Hojim boshliq Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining keyingi vaqtida Sovet ittifoqining vositachiligi o'ttirida turib yarashtirishi, va'da berishi va ularni birlashtirish asosida maydonga kelgan shu vaqtdagi birlashma hukumat umuman Xo'janiyaz Hojim boshliq Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatidan chiqqan bu Yunusbek deymiz va boshqa yüzlagan arboblarni, har qaysi viloyatlarga, noillarga hokimlik tayinlagan odamlarni, masalan, Oqso'g'i valiylikqa tayinlagan Salidorg'i deymiz, Qumul inqilobining tunji boshlagan odam. Mana mushlarning hammasini tutqun qildi. 37-yili 10-oydan tortib, 11-oydan tortib, umumyuzlik oldi Shingsisay keng ko'lamli qirg'in qilish, tutqun qilish olib bordi. Bu taki 42-yilgacha bu qirg'in tutqun qilish to'xtamay davomlashdi. 40-yilda yana bir qatim ana shu Mahmud Mo'yitiyning qo'l ostida Mahmud Mo'yitiyninki Abduniyaz Begning qo'zg'olonga qatnashmagan Qurbon Saidi, Qurbon Shoidi, Abdullah Damulla qatorliq Shingsisay hukumatida vazifa o'tayotgan oxirgi shu Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining rahbariy kadrlarini shularni boshlab umumyuzlik oldi tozaldi. Demak bu tozalash 42-43largacha davomlashdi. 37-yildan. Mana shu 37-yildan tortib 41-42largacha davomlashgan shu tozalashda 100 minglab, mana shu 37dan 42largacha davomlashgan bu tozalashda Shingsisayning yo'qotishda bunday chiqqan chog'da bu bir qirg'inchilik, ya'ni Uyg'urlarning 20-asr, 21-asrdagi dastlabki uchragan eng cho'ng keng ko'lamli bir milliy qirg'inchilik uchrash voqeasi genotsid degan mana shu vaqtida bir yuz berdi desak bo'ladi. Buningda ba'zi manbalarda 100 minglab odam tutqun qilingan deyildi. Ammo keyingi vaqtlarda bu Arishton Tatliq qatorliq bir qism Uyg'ur ziyolilarning 50-yillarda Shingsisayning shu tutqunlarda o'ldirilgan odamlarning tizimliga ilingan bir arxiv hujjatini qo'lga tushib qilish bilan tasaddibi ularning keyin bu xatarni e'lon qilishdagi uchurlarga qaraganda Shingsisay davrida o'ldirilgan, tutqun qilinib, vayron qilingan o'ldirilganlarning soni 130 ming, 140 minggacha yetib borgan uning bo'yicha olganda. Va undan boshqa yana har xil manbalar bor, 200 ming odam deyildi, hatto 500 ming odam deyildi. Umuman Shingsisayning 37-yildan bu 42-yilgacha tutqun qilib
o'ltirish, yo'qotishi intayin ig'ir bo'lgan. Buning da shu 34-yildan boshlab yangi yetishib chiqqan 30-yillardagi Mamtali Tavfiq boshliq Uyg'ur ziyolilari hammasidagidek yo'q qilingan. Uyg'ur ma'rifchilari yo'q qilingan. Yangidan ochilgan shu madaniy oqartish harakatidagi minglagan maktablar ochilgan. Shu maktablarni ochgan, o'qitishlik qilgan, shuningga pul bergan, shuni her jihatdan qo'llagan boylar hammasidagidek tutqun qilinib yo'qotilgan. Bütün Uyg'ur boylarının boyliqlari, oltin, kumushlari, to'plagan mollarining hammasi musodir qilinib, Shingsisayning mundaq qancha oxirgi hisobdagi shaxsiy yanchiqiga tushgan. Mana shundaq bu Uyg'urlarning tarixidagi haddi hisobsiz bir ig'ir fojia o'xshashlar qo'shni Sharq Turkistonda yuz bergan. Shingsisayning bu tozilishi amaliyotda shu Stalinning 37-38dagi Sovet ittifoqida elib borgan NKVDning elib borgan shu tozilishningki parallel elib berilgan bir davom bo'lib, amaliyotda bu 37-yillardagi bu tozalashning hammasining yetakchilari o'xshashla Sovet ittifoqining shu Shingsisayga maslahatchi, yordamchi bo'lib turayotgan saqchi NKVD xodimlari shuning ko'rsatmasi bilan bo'lgan ish. Ya'ni Shingsisay bu Sharq Turkistondagi umumiy tozalashni shu 37-38dagi Stalinning aşaqdagi tozalashi bilan birlashtirib tang elib borgan. Buning manbasi. Albatta Shingsisay yana o'zining ishonchlik, o'ziga yordamda bo'lgan, o'zini qo'llagan nurg'un Xitoy millatchi ba'zi, hatto ba'zilari kommunist shularnimi har qaysi idora organlarda boshliq bo'lib vazifa o'tayotgan harbiy ma'mur organlardagi Xitoylarning o'xshashlam o'zining raqiblari, shaxsiy raqiblari nuqtadan tozalagan. Albatta ularning shaxsiy nuqtadan chiqish qilingan. Uyg'urlarga qaratilgani bu tipik milliy tozalash, milliy qirg'inchilik hisoblandi. Uyg'ur, qozoq va boshqalarga qaratilgan. O'zining ichidagi faqat o'zining huquq talashish ko'rishidagi, huquq uchun bo'lgan ko'rishidagi o'zining raqiblari, o'zining siyosiy huquqiga daxl taruz qilgan, o'zi bilan bo'ysunmagan ashularni Xitoylarni yo'qotish hisoblandi bu Xitoyning ichki qismidagi. Demakki bu 37-38-yildagi Uyg'urlarning beshiga kelgan bu qirg'inchilik tozalash O'rta Osiyo rayonidan olqib Sharqiy Turkiston, Uyg'uristonda o'xshashlam texmi dahshat davomlashgan edi. Mana shu qatimliq tozalashda surishtirsak, chegaraning ikki tarafidagi G'arbiy va Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarning eng sarxil odamlarining hammasi ikkili joyda yo'q qilinib tashlandi. Bu hamda 37-38-yil tozalashni deganimizda bu intayin ig'ir bir fojia. Bu siyosiy taqiplash degan oddiy bir so'z bilan buni ifodalagan olmaydi. Siyosiy taqiplash ayni vaqtda e'lon qilingan bir oddiy bir tushuncha, amaliyotda bu bir ikkili tarafdagi bir xil qirg'inchilik desak bo'ladi.